Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Hammani Alloh xonadoniga xayr va baraka bersin. Hop, Germaniya davlatida Gollandiya, Italiya, Fransiya, ya'ni Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilgan velosipedlarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Navbat bilan ustalarimiz tarafidan bitib tayyor bo'lib chiqyapti. Kimga shunaqa velosipedlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Zo'rlaridan, yaxshilaridan beramiz. Yoki olib sotishga ham qilib beraveramiz, tirikchilik maqsadida bo'lsa. 500 ming, 600 mingdan boshlab narxlari ko'tarilib boraveradi. Optim olamiz sizlarni chiroyli qilib, dastavka qilib, yuklab aytgan viloyatingizga, shaharingizga ham chiqarib beraveramiz. Mana chiroyli qilib, putovka qilib manzillarga yetkazib beramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Adreslarda telefon raqamlarini qo'yib boramiz. Navbat bilan narxlarni ham chiqarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.